Dizib qat'iy o'tag'iz mınanglar do'stlar, mana men buni bugun tafsili qilish usulini olib keldim. Amsa yurak berib saqlavag'ach oxirigacha ko'rib sizlar bugun o'ylanlar qaynamamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan xamirni yo'g'irib olamiz. Jansanimiz qarta muvofiq unga azroq suvda tuz berib aralashtirib etgandan keyin yumshoq chiqarish uchun suv maydami azroq qo'yib, ilman suvga bir qo'shiq xamir turish, bir qo'shiq oq shakarni silib eritib olgandan keyin uni ustiga to'kib, edin normal qilib xamir yo'g'irib o'zining ikki satrafida yo'g'ong'icha ko'ptirish uchun qo'yib qo'yamiz. Bu araliqda arsiq apiydan qo'rimsini tayyorlaymiz. To'g'ri go'shi, so'ng piyoz, ko'klaza, samsaq, yumush terilgan lapizlarni ko'rsatilgandek ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Go'shtning tamlab pishish uchun lavcho, kavichin talqini, aqmush, zanjil talqinni muvofiq berib aralashtirib bandlab olamiz. Arqadan qozonga muvofiq moy qo'yib, moy qo'zg'andan keyin go'shtni silib, go'shtning suvi qichib qizarg'ich yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Ondan keyin so'ng piyozni silib, mizik purqichqich qo'rib olgandan keyin cho'ng ustamning lazi tetib uchun cho'ng bir qo'shiq silib etamiz. Bundan boshqa changal lazdan bir qo'shiq jangyodan azroq silib, lapizni silib bir qo'rib, mizik purqini chiqarib olgandan keyin muvofiq miqdorda suv quyib qaynagandan keyin to'rak o'tga tangshab, lapizning pishish uchun 5 minutdan 7 minutgacha qaynatamiz. Oxirida ko'klaz bilan samsaqni birla vaqt silib, bir shikarlashtirib yutiblam asaq tayyor bo'ldi. Mana xamirni ko'p tayyor bo'ldi. Endi buni taqtiga qilib mushalat keltirib olgandan keyin cho'ng kichikligini o'xshash qilib kesib sug'ilib olamiz. Arqadan no'g'ush bilan nipizroq qilib jumloq holatda ichib olamiz. Ichib olgandan keyin pishirishga oldirmay 10 minut atrofida dam yugizib olgandan keyin mushandek tegituz qozon yoki tovuq bo'lsa ustini bir qavat moy bilan maylab etib, tindirib olgan xamirni silib ishkili yuzini qizartib elib olamiz. Endi buni ko'rsatilgandek qozonga tizib olgandan keyin yarim piyola suv quyib tuvan o'tda 10 minut atrofida o'rtib olsak, mavnini texim yumshoq chiqadi. Nandan o'tirni mushandek yerib olgandan keyin abay qo'rib olgan qo'rimalarimizni o'tirga asaqlam tayyor bo'ldi. Tam shunchalik peyz chiqibdigan, o'zimni bilib bilmay 3 ni yetib qopdim do'stlar. Sizlar oilda cho'qqin bir sinab yiqinglar, kelarki sani ko'rishaylik. Xayr.